Dasturimiz davom etadi. So'nggi yillarda issiqlik ta'minotini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar ko'lami kengaymoqda. Davlatimiz rahbarining joriy yil 11-martdagi uy-joy hamda bino inshootlarini issiqlik energiyasi bilan ta'minlash sohasini tubdan isloh qilish hamda binolarning energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ushbu jarayonlarni yanada jadallashtirdi. Buxoro viloyatida esa yana bir yirik loyihaning qurilish-montaj ishlari nihoyasiga yetdi. Viloyatdagi ikkita issiqlik ta'minoti korxonalari 808 ta ko'p qavatli uy-joylar hamda 121 ta ijtimoiy soha muassasalarini issiqlik energiyasi hamda issiq suv bilan ta'minlab kelmoqda. E'tiborli jihati, Jahon banki tomonidan ajratilgan 22,6 million dollar mablag'lar hisobiga Buxoro shahrida Buxoro Energiya Markaz aksiyadorlik jamiyati issiqlik korxonasida o'tgan 2 yil ichida markazlashtirilgan issiqlik ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish va energiya samaradorligini oshirish loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha viloyatda tizim samaradorligi uchun yangi bosqichni boshlab berdi. Qozonlarni boshqarishga 10 kishigacha bir smenada agar ishtirok etgan bo'lsa, hozirgi yangi qozonxonamizda smenada faqatgina bor yo'g'i 2 kishi qozonlarni boshqarishga ishtirok etadi. Qozonlarning afzalliklaridan yana bir tomoni bu avtomatlashtirilgan, mana deyamiz, to'liq o'sha jarayon yoqishdan boshlab o'chirishgacha temperaturani boshqarish, bosimni boshqarish hammasi avtomatik tarzda olib boriladi va bu tashqaridagi ob-havoni darajasi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Tashqarida issiqroq bo'lsa agar temperatura avtomatik tarzda pasaytiriladi va qo'shimcha ortiqcha energiya resurslarining sarfini oldini oladi. Buxoro Energiya Markaz korxonasida loyihani amalga oshirilishi natijasida umumiy quvvati 100 megawatt bo'lgan zamonaviy avtomatik boshqariladigan 5 ta har biri 20 megawatt bo'lgan qozonlar hamda 264 jamlanma individual issiqlik punktlari o'rnatildi. Bugungi kunga qadar loyiha doirasida barcha ishlar yakuniga yetkazildi. Bu esa hududlar aholisiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini oshirmoqda. Mahallamiz Buxoro shahrida katta mahallalardan hisoblanadi. 26 ta ko'p qavatli domimiz bor. Hozir mana Energiya markazi yanada qulay qilib berish uchun issiqlikni ta'minotini berish uchun har bitta domga alohida punkt qilib issiqlik suvini yetkazib beryapti. Oldinlari uzilishlar bo'lardi. Suvni ochganda kamida 1 chelak, 1,5 chelak suv olgandan keyin suv isishni boshlardi. Mana bu qulayliklar qilib bergandan keyin hozir suvni ochganidan qo'lni kuydiradigan darajada bo'lyapti. Har bitta ko'p kvartirali uylarning oldida mana shunday individual issiqlik punktlari o'rnatilgan. Qozonxona ko'p kvartirali uyning oldida yaqinda issiq suvni ta'minlab beryapti degani. Buning natijasida yo'qotishlar 2 barobarga kamayadi va energiya samaradorlikning asosiy maqsadi ham mana shunda. Kvartiralarning issiqlik energiyasiga bo'lgan xarajati, iste'moli mavsumda kamida 20% ga kamayadi. Ma'lumot uchun Buxoro viloyatida keyingi 5 yilda issiqlik tizimlarini tiklash uchun 79,9 milliard so'm yo'naltiriladi. Markazlashgan issiqlik ta'minoti qamrovi 31% dan 55% ga yetadi. 436 ta ko'p qavatli uy va 60 ta ijtimoiy obyektlar yopiq tizimga o'tkaziladi. Issiqlik yo'qotishlari 2 barobarga qisqaradi. Mazkur ishlar amalga oshirilishi natijasida yiliga 6,5 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi. Eng muhimi, aholiga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarining ortishi ularning turmush farovonligini yaxshilashga zamin yaratadi.